أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويستقبل بهما القبلة. بهما يعني بالأذان والإقامة. Azan to'lab takbir tushgan chaqda har ikkilisida qiblaga yuzlanadi. Li hadithin nazil min as-sama. Ash Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhuning hadisidagi farishta tushib bayon qilib bergan qoidaga asosan fa innahu istaqbala bihima al-qibla. Shu hadisda farishta Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhuga manda desam yaxshi deb o'rgatgan chaqda qiblaga yuzlanib turib o'rgatgan bo'lishi mumkin. Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhu'nki Abu Davud'dagi rivoyatida boshqa rivoyat qarasanglar istiqbola bihal qibla degan yo'q. Da qarab masalan kitobdami akaga rivoyat yo'q-ku. Bu nadi kelgan bo'yicha sana uning oxirida yana bir rivoyat kelib, shu rivoyatda fastaqbalal qibla dedi. Mushuning asosan nimachi? Yana Imom Ibn al-Munzir ko'pincha shu ijmoni naql qilgan olim shu. Ijmo deb kitib bor. أجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان. مش نلغى إجماع كأجان أذان تولغان شغدا قبلة يزنش كإجماع كأجان استقبل متدين. نوان كم مسألة الأولى قبلة يزلم ما أذان طلب قاسشو مكروه تنزيها، لكن أنا أذان ما ليس بقولده. قال ويجعل إصبعيه في أذنيه. İşte barmağına ya barmağının uçunu deyimiz anda. Barmağının ne kadar olmalıdır ama barmağının uçunu demek için şart. Cealu asabi'ahum fi adanihim. Barmağının uçu demek için. Anamilahum demek için şart. İşte barmağını işte kulaklığa kılıdı o da. Ve bizalike emara Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Bilalan. وقال إنه أندى لصوتك. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'a şundak buyurgan ve şundak ise avazın tahımız yukarı çıkıdı diyen. Enda diyenle erfa yani ejher diyen man dedi. Ötken bir çıktı. Enda minke savtan. Yani bu rivayet seymi aciz mi? Aciz. Daif. Muş lafzılan daif denge bazı barmaqni quloqqa o'qish shaklida kelgan mush lafzılan kelgan aciz deganga innahu anda li savtika mush lafzi kelgan mush rivoyatni aciz datidu. Lekin barmaqni quloqqa tiqib turib o'qish to'g'riliq sayyiz bor. Biz dastlab dedikku birimiga bir aciz kelganlik buning dalili aciz deganligini bilmaydi, uning o'rniga sayyiz bo'lishi mumkindir. Lekin hadis sunnaslamda ma'lum bir lafz bilan kelgan, ma'lum bir sanad bilan kelganni aciz desa, shu mazmunda dal shu matbuqqa dalolat qilgan say boshqa hadis bo'lishi mumkin. Ravonkim yadinsa aciz dedi. Endi biz qarab boqaylik. Biraylan chiqib unda majnahning bir barmoqlarini da qo'yib to'lsa bo'lmaydi. Bu aciz hadis yoki bu bid'at deyishi mumkin. Shunami? Qarab baqsa bu hadis aciz chiqdi. Yana bir o'qdaraq tekshirsak, barmoqni quloq qo'yib turib azan to'lash haqida hadis kelgan. An Abi Juhayfa radhiyallohu anhu qala ra'aytu Bilalan yu'adhdhinu wa yutbi'u fahu ha huna wa ha huna. Yutbi'u fahu ha huna wa ha huna degan og'izni bu yoqqa qilib azan to'ldi deng. Hayya alas salah, hayya alas salah. يلا الفلاح يلا الفلاح ده وإصبعاه في أذنيه إشكي برمقة خلق ديتاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء. رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قزل بر شدر توغان آلتا. urahu qala min adam.
Ravi deydi, aşı Ebu Juhayfa diyen sahabe Qubbatun hamra'a min adam dedi o deymədi. Yani qanda nimeden yasalğancha debdi desa qizil teri. Faqaraja Bilalun bayna yadayhi anza. Şuna azan to'lab bo'lgan ekan, Bilal radhiyallohu anhu Rasulullohning oldida menib chiqdi. Bir tal kalta nayzini ko'tarib chiqdi. Farakazaha shuna uni yaga sanjib qo'ydi. Bil batha degan Makkaning sayliqi. Va salla ilayha ashu kalta nayzni qarab turib namoz o'qidi dedi. Bu Tirmiziy rivoyat qilgan hadis. Ma'noda Hazrat Bilal Rasulullohning huzurida ikki barmoqini qulqiga tiqib turib azan to'g'rilik chiqdi. Sahih Buxoriydami va yuzkaru an Bilal annahu ja'ala isba'ayhi fi udunayhi deb kelgan. Lekin Buxoriyda kelgan rivoyat ajizlashtirish siyg'asi bilan kelgan. Va yuzkaru degan, Buxoriyda kelgan bo'lsa-mu ja'a bi siyg'ati tamrid deymiz. Boshqa sahihlikga. Masalan Tirmiziy rivoyatida Abu Juhayfaning hadisini sahih dedi. Hadisshunoslar. Buxoriy ajiz deb qarab chiqqan. Unda olgan barmoqni qulqiga tiqib turib azan to'lashning sahih dalili bo'ldi. Buningdan boshqa unda salaf solihlardan, sahaba, tabiinlardan ashunda azan to'lganlik haqida rivoyat kelgan. Wa yuhawwilu wajhahu bis-salati wal-falahi yaminan wa shimala. Yuzini hayalas-salah, hayalal-falah degan ash jumlani o'qigan chaqda yuzni o'ngga va so'lga buraydi dedi. O'ng so'lga qarab turib deydi dedi. Va qadamahu makanahuma. Lekin putini bilatmay jim turib yuzni bu yoqqa burab qaraydi dedi. Hakaza nuqila min fi'li Bilal radhiyallohu anhu. Hazrat Bilalning shunda qilganligi naql qilingan. Biz bayatını okuduk o. Ve yutbi'u fahu hahuna ve hahuna dedi. Yani şu Ebu Juhayfa radıyallahu anhu'nun hadisinde Sahih Bukhari'de kelgine an Ebu Juhayfa radıyallahu anhu ennehu ra'a Bilalan yu'ezzinu fece'altu atatabba'u fahu hahuna ve hahuna bil azani. Sahih Bukhari. Bukhari'de kelgine Ebu Juhayfa radıyallahu anhu Hazreti Bilal'ın azan to'lig'ini ko'rgan. Ash bayatın Tirmiziy rivoyatini biz dedik o. Şu hadis şu. Lekin Buxoriy qisqartib rivoyat qildi. Bunda Bilalning azan to'lig'ini ko'rgandan u yoq bu yoqqa burilib turib azan to'lig'ini bunda qarab kuzatdim. Yani Sahih Muslimda faja'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna yaminan wa shimala. Ama Sahih Muslim'da yaminan wa shimala degan so'z ortiq keldi. Yaqulu hayya alas-salah hayya alal-falah. Nima degan chaqda u yoq bu yoq qaraydiganmi Sahih Muslimga hadis aniq deb qo'ydi. Hayala salah hayala falahda burilib qaraydiganligini Sahih Muslim bayon qilib bergan bo'ldi. Shikatimda shunama shikatimning hayala salah hayala falah bir hayala salah o'ng'a ikkinchi hayala salah so'lga ayrim nima qilamdi yoki hayala salah ikkilisida o'ng'a hayala falahning ikkilisida so'lga burilamdi. Berkatlar aylantirgan chaqda bayan qaraydi ishtirishning yaxshi taraf taqdiradi. Berkatlar her ishkatimda o'ng so'l qaraydi demoqchi. Ko'pchilik olimlar hayala salat degan ikkili qatimda o'ng qarab, hayala falah degan chaqda ikkili qatim so'l qaraydi deb. Hazrat Bilalning qilg'ini shu dalil. Va li annahu khitabun lin-nasi fayuwajihuhum bihi. Yana bir dalil endi bu kishilarga qilingan xitob. Namoz o'qinglar, Necat tutamanglar degan xitob bo'lg'achqa shu kishilarga yuzlanib turib deydi. Va ma'ada zalika takbirun va tahlil. Uningdan boshqasi ya takbir bo'ldi, ya tahlil bo'ldi. Yani tahlil kalimatu la ilaha illalloh. Bu endi mikrofonsiz azan to'lgan ahvolda bizning jutdi kerak. Bizning jutdi mikrofonsiz to'laymiz-ku. Ko'pincha yaldi. Lekin mikrofon bilan to'lab qolsak-chi, bu yerda kishilarga qaraydigan ish yo'q. Hatto mikrofonni to'lganlar munofiq chiqib o'ziga chiqib to'lmaydi. Buningda ham har xil ijtihod qilinishi mumkin. Bu yerda duqqa bir sabab ko'rsatdik. Haq o'zidan bo'lg'achqa, haqqa xitob qilgan bo'lg'achqa, shunda qarash lozim deb. Bu yerda xitob qilgan odam yo'q. Oldida hech kim yo'q. Masjidning ishsizlar qilib o'ziga chiqmaydi.
Lekin u yoqqa qaramaydi. U yoqqa qarasa balki ovoz bo'shab ketishi mumkin, mikrofonni jaraqlab ketib deyishi mumkin. Ya'ni biraydan deyishi mumkin, bu bir ibodat. Xalqlarga xitob qilish bo'lsa-mu, lekin ibodat mazmuni bor bunda. Bir tarafi bor ibodatlik. Undan keyin shu bo'yish qilinmaydi. Endi ibodat mazmuni bor desak, Alloh taolo shunda uzun muddat hamma sharoit, hamma vaziyat, butun zamonni ko'zlab turib, shunda o'rlashtirayotgan. Mikrofon bo'lsin, bo'lmasin, adam bo'lsin, bo'lmasin, cho'l bayavon bo'lsin, o'ng so'l bunda qarashni bunda o'rlashtirayotgan deyish mumkin. Nima uchun deyapman? Mikrofonda o'ng so'l qaramay 100 yil, 200 yil zaman taraqqiy qilib ketavergan ekan. Shunda odamni mansakin bir chog'da taraqqiyotni bir chekin sho'lab dunyo vayron bo'lib, u chog'da o'ng so'l burilishni unutib qolib, keyin shu oldi qalablam azon to'ladigan ish bo'lib qolishi mumkin. Shuna mikrofon bo'lgan taqdirdami o'ng so'l qarab azon to'lash shu sallamda ig'ir bosadi. Bo'lsa mikrofon bo'lsa qo'ldan quloq tiqish. Yana shu bo'lsa. Chunki anında obdan to'lay oladi. Quloq tiqqan taqdirda qattiq to'lay olish mumkin. Va qarimni qattiq kuchab qarab desa, bo'ldi-ku. Buni tajriba qilib baqilib bilish mumkin. Radio ustachilar eshitgan qo'y. Yo, u to'g'ri emas. Azon to'lash lazim. Nima uchun? Azon to'lashning o'zi bir ibodat. Ibodatning uqtirishi. Azon o'qishning o'zi bir savoblik ish, fazilatli ish. Masalan, muazzinning fazilati va shunama. Muazzinning alohida fazilati ta'kidlangan. Bundan boshqa azon o'qisa, jin, shayton va kazalik qochadi. Shayton usurg'in chiqadi. Shuni jin chaplashib olgan yoki endi bir ahvolda ko'rilgan kishiga azon to'lsa foydali bo'lishi mumkin. Yana azon to'lgan kishiga azonni anglagan insi jin va qanday narsa anglasin, ushar qushlar boshqalarni anglasin, hammasi qiyomat kuni guvohlik qilgan. Bu kishining o'shunda azon to'lganini, kalimat shahodatni, la ilaha illallahni bunda deb to'lab namozga chaqirganligini men anglagan deb qiyomatga guvohlik qilgan. Lekin buni unalg'udan emas, to'lab. Namoz to'ldi degan gap musulmonlar jamoati namoz o'qiydigan haq bor deganligini bildirgan. Lekin biraydan chiqib to'lsa bu jamoat o'sib yerdan chiqib azanni shu takbirini to'lab azan to'lgan kishi takbir tushirdi. Men azzana fa huwa yuqim deydi. Jamoat ko'p bo'lsa masjidda. İmam bo'lib qolmadi, odatda muazzin ayrim, imom ayrim bo'ldi. Lekin muazzina xonim shu jamoatning ichidagi eng bilimli kishi bo'lsa, eng bilimli bo'lmay yoki eng yaxshi qiroat qildigani bo'lsa, shu imom bo'lsa bo'ldi. Qala va yajlisu baynal azan wal iqamati illa fil maghrib. Azan bilan takbirning oralig'ida o'tirdi deydi. O'tirdi ya namoz o'qish mumkin. Nafl namoz yoki sunnal qabliya emas. Lekin araliq bor demakchi. O'tirib yoki vaqt o'tkazib bo'ldi demakchi. Illa fil maghrib. Faqatlam Shamda o'tmaydi. Nima uchun? Hanifi mazhabda azan to'laymiz, aqdillam azanning duosini qilib o'tibdan takbir tushirgan gap. Va qala degandikan, ma'u biz yuqorida bayon qilganimiz imomning qarashi ekan. Sohiban nimada yajlisu fil maghribi jalsatan khafifa. Shamda jindek o'tiribdi, kichikgina o'tiribdi. Li'anna al-fasla baynahuma sunnatun fi sa'ir as-salawat. Chunki boshqa 4 namozda sa'irgan shu. Shamdan boshqa namozlarda ikkisini o'tirganda bir ayirib o'tish, azroq o'tirish bilan bo'lsin ayirib o'tish bu sunnat. إلا أنه يكتفى في المغرب بالجلسة الخفيفة تحرزا عن التأخير. لكن شام كأجن شغدان أزرق أتردو ديميمز ينجل أتردو ديمز نمشانسا كشكتو مسكشون تحرزا عن التأخير كشكترشتن ساقلنش üçün bu sahibenin delili. ولأبي حنيفة رحمه الله أن المستحب المبادرة. Biyada Şam'da mustahab bo'lgani namozni gachida o'qish. Namoz o'qish qoldirash. Va fil jalsati at-ta'khir. O'tirishda kechiktirish bo'lib qoladi. Wal faslu yahsulu bis-sukuti baynahuma miqdara 3 oyat. Azan bilan takbirning orliqini bunda bir narsalar ayirish kerak deb qolsak, 3 oyat miqdori vaqt o'tkazsak ham
ayırgan bulunmaz dedi. Ve huve rivayetul hasene anhu. Muş qaraşmo, yani 3 ayet miqdari vaqt o'tkazimiz ikkisini o'tirdi. Endi fasil qilamiz degan qarash Hasan ibn Ziyad al-Lu'lu'i imomdan rivoyat qilgan qarashgan. Va kadalika yahsulu bi ikhtilafil mawqif va an-naghma. Yana o'rinning ya joyning o'xshamaslik bilanmi, ahangning o'xshamaslik bilanmi azan bilan takbirning oraliqi ayrilgan bo'ldi. Masalan, mavqif degani mazahning o'ziga chiqib, ya munofiq chiqib azan to'ldi. Endi tushib jamoat bor mihrobga yaqinroq kelgan chaqda takbir to'lisa ikkisini o'tirdi, fasil bo'lgan bo'ldi. Ya'ni azonga loyiq ahanglan o'qiydi, takbirga loyiq gach tez o'qiydi. Undanki ma'vo azon, endi ma'vo takbir kenda biz ayray olamiz dedi. Qala va yukrahu at-talhin fil adhani. Talhin degan ahangga silish, ma'nosini o'zgartiradigan shaklda harflarni o'zgartirish. Masalan, ajamlar arabcha gap qilsak, ba'zi lahn qilamiz. Shunga shu Iroq, Iron, Sham tarafida nurg'un xalq musulmon bo'lib, islomga kirib, Qur'onni o'rganib o'qigan chaqda, Qur'onni bu ajamlar g'alati o'qilgan chaqda, chunki uni chikiyat nimalar yo'qdi-ku. Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi chikit qo'ydigan Qur'onni yoki zizilar qo'ydigan. Xato o'qib qoldi ekanda. Shu lahnamda. Azanni ahang chiqarib, so'zab, ma'ni o'zgartiradigan shaklda o'qish bid'at. Mushunga asosan Masjid Haramning aznog'i bid'at. Garchi bu Saudiya Arabistonda bo'lsin. Bir qilib pan. Buningga hamman tashlaymiz. Seninkini tashlaymiz, meninkini tashlaymiz. O'lcham tushmaganni yo'nab kesib ham chiqaradigan gap. Davom ekan, bu nima bo'lsin? Bid'at bo'lib qolsa bid'at bo'ladi. Shu hayalas solat ayda o'qiydi-ku? Shu Hanifi mazhabining mushqarishi bo'yicha bid'at bo'ldi. Bunda so'zash. Nima uchun desa, bu ma'ni hayalas solat deganda ha desa, uning ma'nosi yo'q arabchada. Ba'zida nima o'zgarib ketadi. Mesela Allahu akbar desak bo'ldi. Allahu akbar deb to'lsa, akbar degan arabchada to'g'ri chiqmaydi. Ma'ni o'zgarib ketadi. So'zab o'qishni hozir biz bid'atimiz yo'q. Ma'ni o'zgartirilgan shaklda so'zashni bid'at dedik. Oyat dedigo va yuratil azan deb. Azan tartil qilib o'qiydi. Tartil qilib o'qish degan unda ha deyish emas. Tartil degan so'zni uzib dan chiqarib, bir-biriga kirishtirib o'tmay, harfini u ham bilan to'lg'ib o'tmay, bunda o'qishda iborat. Tartil shu. Azanni tartilla o'qiymiz. Undan keyin bu tartil o'qsa, sunnatga muvofiq dedi Hanifi mazhab. Lekin talhin qilib qolsa, ma'ni o'zgarib ketgan shaklda harfni burmlab qolsa, o'zgartirib o'tsa, ashunda darajada ahanga silvatsa, bu bid'at. Bu bid'at degan qarash ko'pchilik olimlarning qarshi. Saudiya Arabistonidagi Hanbali mazhabi bid'at deydi buni. Bid'at demaydiganlar makruh deydi. Umar ibn Abdulaziz debdikan: "Azzin azanan samhan va illa fa'tazilna." Umar ibn Abdulaziz xamisul xulafa deb qaraldi. Mazna xunumga yasamay tuz to'la azanni. Bo'lmasa manchga mahzban tashladi. Bu Sahih Buxoriyda kelgan. Endi bid'at deyishda nima uchun bid'at deydi desangmi? Chunki azan degan bir ibodat. Azan degan bir ibodat. Ibodat degan buyurilgan shaklda bo'lishi lozim. Yani Qur'on Karimda tag'anni qilish yoqtirilgan bir ish. Yani bu tag'anni degan mesela g'unni chiqadi, chiroyli ovozda o'qishga tirishdi, mushularni tag'anni, mallama tag'anna bil Qur'on falaysa minna. Shu to'g'ri ma'nosi shu onda. Lekin azanda tag'anni qilib o'qi degan bir buyruq keldimi? Kelmadi. Uningga qatib sahoba kiramlardan shunda talhin qilgan maznahni qarta qattiq pozitsiyaga kelgan. Masalan, Ibn Umar radhiyallohu anhu
birisiga deb ekan: "Inni la ubghiduka fillah." Men seni Alloh uchun yomon ko'raman. Men sana o'ch deb ekan. O'y nimish qilsin bu kishiga o'ch. Alloh uchun deb bu bir eg'ir gap bu deb so'ralgan chaqda innahu yataghanna fi adanihi. Anda g'ingshi, banda o'qiydi. Yana shaqqaladi azonga. Bundan ekan shunda azon to'lashni mush nazariya bo'yicha, endi xalqlar hozir uni bidat desa ko'tarmay qilishi mumkin. Shunda olsam unda bidat. Wa idza qala hayya 'alas-salah qama al-imam wal-jama'a. Maznaqnum hayya 'alas-salah deyishi bilan, ya'ni takbir tushganda demakchi. Takbir tushgan chaqda hayya 'alas-salah degan chaqda jamoat o'rnidan turdi. İmmaxunum shu yerda bo'lib qolsa, jamoat bilan birga o'tirgan bo'lsa, immaxunum o'rnidan turdi. İcabatan lid-du'a, chaqiriqqa lavay degan jihatdan. Jamoat qachon o'rnidan turdi degan masalada ulamolar xil ishlatib qo'ygan. Buning bir aniq bir nas yo'q. Rasululloh hadisda la taqumu hatta tarawni dendek rivoyat kelgan. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'jirishda turibdi, shunami? Ondan chiqqan chaqda Bilal radhiyallohu anhu takbir tushirdi. Uningdan burun qo'yib olsa, shu o'rtirib saqlab unda turishi mumkin bo'lmaydi. Undan keyin biz qachon turimiz desa, ba'zi qad qomat salat deganda turimiz deydi, ba'zi takbir tushirishga Allohu akbar degan chaqda turimiz deydi, har xil deb qo'ydi. Lekin bu odamda hayya alas-salat degan bir chaqiriq olgan ekan, shuni lavay ham ma'qullanib turdim deyish shakllanish uchun shu chaqda o'rnidan turdi deb. فإذا قال قد قامت الصلاة كبروا. قد قامت الصلاة degan chaqda imom va jamoat takbir tushirdi. Quloqqa qildi namozga. Mazaqni ayrilib qoldi hozir. Mazaqni yolg'iz qoldi-ku. Mazaqni unda oyog'ini o'qitishlar mashg'ul bo'lib turdi. Uning qadar jamoatdan quloqqa turib qoldi. Tasdiqalloh va mazaqni namoz boshlanib ketdi degandek bir so'zni qilgan ekan. Qad qomat salat degan qad masalan li-tahqiq shunami? Namoz boshlanib ketdi. Namozga turib bo'ldik degan ma'noda. Unda degan ekan, biz uni yolg'on qilib chiqarmaslik uchun qad qomat salat Allohu akbar deb tursak, ma'noning gapi rasibdi. Bu Hanafi mazhabida bir tahlillam. Bu misol takbir tushib bo'lgandan keyin imom bunda qarab satni ruslab meyatirmaya bosh yavakin chiqib oldiga bunda ratkisilab tayyorlab undan keyin andan Allohu akbar deyishim. Bu misolda istihsanatan. Nima uchun ham uning so'zini tasdiqlab ashunda qatqam salat degan chaqdan quloqqa qilmaysa, id huwa aminush shar'. Chunki maznaqun degan shariat ahkamlarga amin bo'lgan kishi. Biz namozdan iborat bo'lgan muhim ibodatni vaqtini belgilash, jakalash kishini ashuni topshirdik-ku. Chunki u hamda agar sal nima qilib qolsa, namozni uyamoq qilishi mumkin. Biz ashuni ishini nima qilgan ekan, ash kishining so'zini rast chiqarishga tirishimiz lozim demak. Va an Abi Yusuf rahimahulloh la yukabbiru hatta yafruga liyudrika takbiratal ihram. Abu Yusuf tabto maznaqning takbirini to'liq tushirib bo'lgandan keyin ondan quloqqa qo'ydi. Ashumi tang yetishirish uchun. Bo'lmasa u yetishmay qolib qoladi. Va idza kana al-imam g'oiban. Bayatan imom jamoat bilan birga bo'lgan taqdirda, birga o'tirgan taqdirda dedi. Endi imom yo'q ekan. Ya'ni shu so'rinda jamoat o'tirgan so'rinda yo'q. Ev huvel muezzinu. Yaki immaxunum aş maznaqunun o'zi ekan. Ham azan to'laydigan, ham takbir tushirdigan, ham namoz o'qirdigan imom ekan. Bunda bo'lgan ahvolda la yaqumuna hatta yahdur. Ashu imom kelganga qadar o'rnidan turmaydi. Chunki imom kirishdan burun o'rnidan tursa bika saqlab turgan gap. Liqawlihi sallallohu alayhi vasallam la taqumu hatta tarawni qumtu maqami. Ben kilem müşcayimde tuğunumunu kömügiçe sizler ormanlardan tumanlar. Ve li'ennehu la faidete fil qiyam. Örtüsanın paydası.
Ve yu'addinu lil faitati ve yuqim. Vaqti o'tib ketgan namozlarni azan to'laydi, takbir tushirdi. Hakaza fa'ala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hina fatatu salatu as-subhi laylatat ta'ris. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahabe kiramlar bilan bomdod namozini vaqtida o'qiyanmay, vaqti chiqib qolgandan keyin o'qigan bir kechasi. Shu kechini laylatat ta'ris deymiz. Aruzdan chiqaman. Ben burun ayında tushungan dastlab shu to'y qilgan ketsam o'qib olmay namoz vaqti chiqayotgan o'xshaydi ekan deb o'ylagan. Lekin bu ta'ris degan safar qilib kechida yo'l yurib, yarim kecha o'tib ketgan chog'da erib to'xtaganni ko'rsatadi. Kecha yo'l yurgan chog'da demakchi. Kechasi yo'l yurib, noat erib ketib bir yerga tushgan. Tushgan chog'da bunda saqlab o'tasa qo'yamizga uxlab qolamizmi-ki degan chog'da Hazrati Bilal mana men o'g'itma xotirjam uxlanglar degan. Keyin ma'qul deb uxlagan. Sondan keyin kun tushib, kunning qiziq optipi tushib shu oftobda o'g'inib ketgan ular. Hazrati Umar o'g'andi, bir-birlab o'g'andi. O'g'angandan keyin Hazrati Bilalni chaqirib, "Ey Bilal, oqshom menda mayda qalqmaganmi? Men o'g'itmanda." "Ya Rasululloh, to'yma uxlab ketib qoptimi?" Ular "Yadin hozir ayangga yetkilinglar" deb tushgan saydin atrofga yetkilib, ondan azan to'lab, takbir tushirib, bomdodni o'qigan. Bomdodning albatta ikki rekat sunnatini o'qigan. Bu safar olti ijmo. Endi shu o'rin xuddi hamda bir shayton buning beshal tugunni qiladigan chigitdi. Yaqidu ash-shayton ala qafiyati ahadikum salatu uqad degandek. Yani uzun uxla degandek, shunda bir xil hamda shaytonninki xuddi o'tish o'rnidak bo'lib, bu joy hamda shaytonning makoni o'xshaydi degandek qarab, u yerni atrofga o'tib, boshqa yerga o'tkazgan. Shu ehtimolligi bor. Bomdodning shirkat sunnatini, shirkat farzini o'qigan. Laylatat ta'ris. Bu davomli bunda laylatat ta'ris masalan. Zul Yadayn, hadisin nazil minas sama, hadisil musi salatahu. Endi aslında atoladi bu. Fuqahalar yoki hadis shunaslar. Erden çoğlar klası çoğunaslar. Beş bakımdan bir vakit okudu, okuyan falan bir çoğlar sıvat köpü klasdan aktif gidip arkadaşlar sıvat köpü klası ezanı bir tuğlattan tekbir bir tuğlatlık da ezanı bir tuğlat itip her bir tekbir itip. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ahzab g'azotida 4 namozni bir o'qigan. Makka fathi bo'lgan chog'da shunda. Shu chog'da azonni bir to'lg'an bo'lishi mumkin. Shunda aqaqdan o'qigan taqdirda qazo qilib bir azon kifoya bo'lishi mumkin. Chunki shu jamoat shu emasmi? Lekin bir azon bo'lsin, bir azon o'qiydi. Faqat azon o'qimaydi. Masalan, ma Arafat Muzdalifada bir azon to'laydi. Takbirni ikki qatim tushirdi. Qala va la yu'addinu li salatin qabla vaqtiha. Namozdan vaqti kirishdan ilgari azon to'lamaydi. Li'annahu shuri'a lil i'lam bil vaqt. Chunki azon degan vaqtni uqtirib qo'yish uchun yo'l qo'yilgan. Va fi zalika tadlilun. Namozdan vaqti kirishdan burun azon to'lasa, kishilarni ozdirishdan iborat bo'ladi. Shunga yanfullig'imi azon qachilulash, kishilarni ozdirishdan iborat. Masalan, da o'tsaq, qo'shnimizning uyidan yo pastki ko'chadagi birisi shu telefon Alloh akbar deb chiqdi. Chiqqandan keyin peshim azon chiqishim deb qolamiz. Bu bir xalqni unda gangirtishdan ozdirishdan bor. Shu azon qachilmang deydi ulamolar. Azon qachilgandimi taqa bid'at lahni qiga azonni qachilib olgan gapda bid'at taqtidigan. Uzun to'g'risi bo'lmaydi deb shu. Chunki tadlil. Chunki namoz vaqti emas chog'da sizning telefoningiz to'laydi. Undan keyin birisi qilib, bu azon chiqishimda deb qoladi. Masalan, masjidga o'xshaydi bo'lsin. Masalan, ba'zi adduolar barnamijning azon. Yo'q, shuni qachilmaslik lozim. Chunki vaqt o'zgarib qoladi. Yoki sizlar o'rnida o'tirgan chog'da to'liq turdi. Buni qilmaslik lozim. Namozdan vaqtni o'tirish uchun maznaqning azon to'laydi-ku. Bo'ldi, shuni islom shunda o'rinlashtirdi. Hammadan o'z oldiga azon to'loldi yo'q. Hozir hammalarning telefon to'lab ketsa hozir.
50 adamning 50 yalnız to'liq turdi. Bu bir beyaramchilik qildi. Islom intizom din bo'lgan ekan, bu mazda qildim shu to'laydi. O'zbekdagi shu barliq shu jamoat namozida namozdan burun shahdan to'lashga ittifoqli so'rasa shunda bo'lmaydi. Misrda hayot bo'ladigan vaqtda bu xilofiy, lekin keskin shunda demaymiz. Ehtimolliq. Agar shunda ittifoqlashib olsa, buni qarshi surish lozim. Aynan. Ya bunda hamda adamni gangirtish yo'ldan chiqdi, chiqmadi ya qadar anlagandim. Gaza to'latamda sirtda. قال ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها لأنه شرع للإعلام بالوقت وفي ذلك تضليل وإن أذن أعاد namazning vaqtidan burun azan to'lgan bo'lsa namazning vaqti kirgandan keyin yani birni qayta to'laydi. وقال أبو يوسف لا يعيد في الفجر خاصة bamdat namoz bilan namozning vaqtidan burun to'lab qolgan bo'lsa bamdatda qayta takrorlamaydi deb Abu Yusuf. İmam Abu Yusuf rahmetullah alayhi bamdat namazı azanni vaqtidan burun o'qib qolgan bo'lsa keyin takrorlansin bo'ldi dedi. Yani tong atgandan keyin bamdat namozi kirgandan keyin qayta azan to'lab yursin bo'ldi. Lianna Bilal kana yu'adhdinu bilaylin. Çünkü Bilal radhiyallahu anhu kechidlan bamdatning vaqti kirmasdilan azan to'lutdi. Abu Yusuf ashun dalil qildi. Lekin unda bizning dalilimiz qavluhu sallallohu alayhi vasallam li Bilal la tu'adhdhin hatta yastabina lakal fajr hakaza va madda yadayhi arda. Sana tong mushunda atgan qadar azan to'lmagan al-fajr al-mustatir to'g'ri bo'lgan tong shunda ko'ringanda unda azan to'lgan debdi. Shu sadiq bo'lganda uni to'la, unda ilgari to'lmadi debdi. Lekin hadis ajiz. Hadis ajiz. Yo'q, shu Bilal radhiyallohu anhu to'lashda bomdatga to'lmaydi. Bomdat to'lmay, masalan, tahajjud o'qiyotganlar qaç qaytib zo'liqaydigan shu zo'liqi varsin. Tahajjud o'qiydiganlar uxlayotgan bo'lsa, qopab sulusul layl akhirni idroq qilib, yetishib olib tahajjud o'qiyotsin. Tayyorligini qilib olsin deb burun to'lutdi. Ha, buni Rasululloh shunday ruxsat qilgan. Lekin bomdatning namoz o'qish vaqti kirdi deb uqtirib emas. Shu sahoba ikramning shuni bildirdi. Ondan Abdullah ibn Maktum bu ama kishida o'zi unda qarab o'qimaydi. Boshqalar bu azan to'lislar, xo'pslar tanishib ketdi degan chaqda ondan to'laydi. Nolika la yaghurrannakum azan Bilal. Yani Rasululloh unda azan to'lmadi to'sqa ahvol ojiz rivoyat. To'smagan Rasulullohni qo'yib bergan. Lekin sahobalarga sizlar Bilalning azini anglab bombaning vaqti kirib qoldi deb o'ylab qolmanglar. Uni bo'lolmanglar deb mushu tuandagi hadisda bayon qilgan bo'yicha eskartib qo'ygan. Mana وأذان بلال لم يكن للصلاة بمدات namazning vaqti kirdi deb uqtirish uchun azan to'lmaydi. Buni dalil shuki, liqavlihi sallallohu alayhi vasallam inna bilalan yu'addinu bilaylin. Bu kechidilan azan to'lutdi. Liyarji'a qa'imukum. Namoz o'qiyotganlar, tahajjud o'qiyotganlar qaytib kelib, so'hurlik qilib yoki boshqa tayyorlik qilib va yuqiza naimakum uxlayotganlarni o'tib qo'yish uchun va yatasahhara saimukum ro'ztaydiganlar zo'liq yevasin deb yani kechidilan azan to'lutdi. Val kalamu fil azan lis-salah. Yani biz bu talashlar qilayotgan masala namoz uchun azan to'lashga gap ma'lum. Bilalga o'xshash boshqa maqsadda azan to'lash masalasi emas. Namoz uchun to'lashda namozning vaqti kirgandan keyin to'laysiz dedik. Ama qil Abu Yusuf degandekmi deyilmadi. Bilal shunda burun to'latdi. Bilal burun to'latgan shu chaqda Abdullah ibn Maktum ikkinchi qatim to'laydi. Undan ikkinchi qatim to'laydi degan Abu Hanifaning qarashi shu to'g'ri. Mesela Bilal birinchi qatim to'lablam namoz vaqti kirgandan keyin Abdullah ibn Maktum yoki uningdan boshqa hech kim qat'iy azan to'lamamda to'laydi shu. Undan shu takrorlaydi degan shu to'g'ri. Namoz vaqti kirgandan keyin Abdullah ibn Maktum to'layotgandek bir qatim to'lutdi. Yo'q, tasvir bo'lmas.
namozning vaqti kirgandan keyin ondan to'lg'in bo'lishi kerak. Qashqada aytganimi ikki azon o'qiydi. Birinchi azon, ikkinchi azonda. Hozir qanday ekan bu? Bunda ikki azon o'qiydi. Sunnatni tutmoqda bizning diyorimizda. Ramazan to'lg'in bo'lsin. Qala va la yatakallamu fil adhan wal iqama. Azan va takbir to'layotgan chaqda gap so'z qilmaydi. Ya'ni maznaxunum deydi. Va la yaruddu salama. Salom qilsa qaytarmaydi, ilkammaydi. Li'annahu yukhillu bit-ta'zim. Chunki u azanda iborat bo'lgan shunday bir fazilatlik ishning kattaligiga daxl etkizib qo'ydi. Hurmatini tushiradigan narsa. Va yughayyiru an-nazm. Azanning jumlalarining tekstining tartibini buzutdi. Ashhadu an la ilaha illalloh. Bir kalima. Hayya ala salat. Nima qilmoqlar deb Alloh akbar desa, nima ardishib ketdim. Azanmi bu paranglashayotganda nima qiladi uxlamaydi. Yoki azan to'lib telefonda, ma'qul deb qo'yapman. Ashhadu an la ilaha illalloh. Nima hozir kishilar shunda bo'lib ketdi-ku. Va yu'adhdinu va yuqimu ala tahara. Azan va takbir tushirish asnosida bu taratlik bo'lish kerak. Taratlik holatda azan to'laydi, takbir tushirdi. Li'annahu zikrun. Chunki bu bir zikr. Alloh taolaning zikr qilishdan iborat. Fatustahabbu fihi at-taharatu kal-Qur'an. Shunga Qur'on o'qishga tarat mustahab bo'lgandek, azan takbir tushgan chaqdami tarat mustahab bo'ldi debdi. Fa idza adhana ala ghayri wudu'in jaza. Taratsiz azan to'lab qolsa jaiz. Li husul al-maqsud. Maqsud mishada al-i'lamti. Uqtirish bo'ldimi bo'ldi. Va yukrah. Makruh bo'ldi. Karahat tanzihiyya. Va qila la yukrah. Yani bir qarashda makruh bo'lmaydi deyilibdi. Va qila la tukrahu al-iqamatu aydan. Yani bir qarashda takbir tushirishmi makruh bo'lmaydi deyilibdi. Davom ekan makruh bo'ladi, makruh bo'lmaydi degan ikki qarash Hanafi mazhabda bo'ldi. Qadir demakchi o'g'inimda makruh bo'ldi. Nima uchun desa, shunda o'zi kishilar namoz qilinglar deb qo'yib, oyog'i ketsa, bu satr duo etmaydi. Shu bu ikki qarash bo'ldi. Ikki qarash bo'lgandan keyin qaysi to'g'ri qaysi xato desa, Hanafi mazhab va sahihu annahu yukrahu. Takbirni tarasiz tushirish makruh. To'g'ri qarash shu. Hanafi mazhabda shuni tanlaymiz. Nima uchun sizlar alla yafsila baynal iqamati vas salat. Mavamda shu takbirni, azonni taratlik o'qimasa makruh bo'ldi degan qarash to'g'ri qarash deb taniladi. Ichkilisini taratli o'qish lozim. Nima uchun desa, masalan azonni yengilandi. Azonni to'lab qo'yib, tartib shirkatda chunki azon bilan takbirning oralig'ida shamdan boshqa namozda 10 minut, 15 minut, 20 minut saqlash bordi. Uni ta'sir etmaydi. Lekin takbir tushirib qo'yapman. Men tartib chiqayda bo'lgan ketdi, boshqalar namoz o'qidi. Bu hayya ala salah, hayya ala falah deb o'zi hayya ala hammam bo'ldi. Shatarxin. Va xuddamda nima chiqib qoldi? Lima taquluna ma la tafalun deganga udul kelib qoldi. Fain adzana ala ghayr wudu'in jaza. Mayli hisob takbir. Tartib yo'qkan, tarasiz takbir tushiribgan deb biraylan qaytib takbir tushiradi. Va in adzana va qama ala ghayr wudu'in la yu'id. ويستحب إعادة أذان الجنب والصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران مشلانın to'lg'an azanni qayta saqlamayında bir cho'ng odamning birisi to'lib o'tish mustahab debdi. Liyaqa alal vajil masnun sunnatga muvofiq bo'lsin uchun loyiq ravishda to'lib o'tmas. Yani yuqorida makruh bo'lmaydi degan qarash yo'q. Makruh bo'ldi deganlar zikr dedi. Ba'zi ulamolar bu tarasiz zikr qilish hech qanday bir chataq ish emas. Hazrat Aisha kana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yazkurulloha ala kulli ahyani deb rivoyat qilgan. Bunda nima makruhlik bor degan bo'lishi mumkin. Yani tabiiylardan Ibrohim an-Naxai tarasiz azon to'lsimi hech gap bo'lmaydi degan. Wala tu'adul iqama takbirni qayta takrorlab yurmaymiz. Masalan, kichik bolamiz takbir tushiribdi, masalan, yoki junubdan birisi tushiribdi,
yoki mas yo ayol kishimiz takbir tushirib qolgan bo'lsa, takbirni qaytilmaymiz, lekin azonni qaytilaymiz degan. Nima uchun? Li'anna takraraha g'ayru mashru'. Chunki takbirni takrorlash yo'q. Chiqatin takbir tushirgan faqat yo'q deydi. Lekin azonni bunda chiqatin o'qish bordi. Keyin masalan jumada chiqatin o'qish bo'ldi-ku. Jumada Hazrat Osman 3-azonni yo'l qo'ydi. 3-azon degani emas, tartibda 1-azon. İkincisi Rasulullah vaqtida dastlabki 1-azon, tartibda 3-si takbir. Azonni chiqatim to'lash bor. Lekin takbirni chiqatim to'lash bu bandatdimi yo'q, ya'ni ustidimi yo'q. Undan keyin ashunda odamlar takbir tushirib qolgan chog'da bo'ldi qaytilmaylar, namoz o'qiyveramiz. Wa yukrahu al-adhan qa'ida. O'tirib azon to'lash makruh bo'ladi. Li'annahu khilaful mutawarathi. Chunki biz salaf solihlardan o'rganib qilayotgan ishga zid deydi. Wa kariha Abu Hanifa an yakuna al-mu'addin fajira. Imam Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazahunning fasiqning mazahunning bo'lishini makruh deb qaragan. Nima uchun? Chunki biz muazzinni amin ash-shar' dedik. Namozning vaqtlarini belgilash uchun omonat tashkildi. Xuturish qilish, zakolash, nima? Undan keyin bu fasiq mazahunning bo'lgan taqdirda ba'zi uyon qilib o'tib qolsa, chatoq bo'ladi. Yana bir tarafi mazahunim egizyaga chiqib azon to'laydi-ku. Egizyaga chiqib azon to'lagandan keyin balki kishilarning o'ylisiga, uylariga qarab qilishi mumkin. Aw ya'khudha 'ala al-adhan ajra. Yoki shak qilib azon to'laydigan mazahunim bo'lishini makruh deb qaragan. Bu masala Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining mujna saq taat ibodatlarga aqosi bo'lindi, bo'lmandi degan masalada bo'lmaydi degan qarashdan kelib chiqqan. Mesela Kur'an o'qitish, imomatchilik ma'zinahunumliq mushkishlarga ruxsat qilmaydi. Lekin keyingilar o'sha imomning ikki shogirdi unda qarab, ana shu maosh belgilamasak, muntazam unda bo'lmaydi ekan deb dinni qo'llab qilish uchun maosh belgilash lozim ekan deb maosh belgilab ma'zin bo'lsa bo'ldi deb qaragan. Imomning shunda Kur'an o'qitish masalasida shunda ruxsat qilgan. ويستحب أن يكون المؤذن صالحا تقيا. ماذا قلنا؟ صالح كش بولشه، تقوى دار ديانتلك بولشه، عالما بالسنة، سنتنا أبداً بلدغان بولشه، عالما بالسنة وأوقات الصلوات، نمازنا وقتنا أبداً بلدغان بولشه، مواظبا على ذلك. شو عادة دوم لشخا. برون يخشيت كن özgürüp kaldı ya ki namaz vaktini bilinmeydiğin bulup kaldı ya kirip yaşayıp kalıp sal ezip gittiğin kanmaydiğin közü acizlep gitip tan atma kanmaydiğin bunda bulup kalsa şu çağ tohtumuz demekçi. Aynı davumlaşkan halatlı buluş gerek deydi. Yani yukarı sıfatlar davumluk tepinildiğin kişiler demekçi. Azan to'lgan chaqda biz maznaqunum nim desa shuni takrorlaymiz ama faqat lam hayal salah hayal fada la havla va la quwwata illa billah deymiz. Nima uchun degan chaqda shu azanni to'lgan chaqda imom shu deganni deb takrorlasa qiyomat kuni uning shafoatiga erishadi degan hadisda. Sahih Buxoriyda keldi. Endi azan to'lgandan keyin, azanni anglagandan keyin maznaqunum nim desa faqulu mislama yaqul dedi ama anda da bo'lgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga durud o'qiymiz. Çünkü hadisda "İza sami'tumul muazzina faqulu misla ma yaqulu, thumma sallu alayya." Anda bana durud o'qinglar. Fa innahu man salla alayya salatan, çünkü kimiki bana bir qatim durud o'qsa, sallallohu alayhi biha ashran. Al-hasanatu bi ashri amsalha. Alloh taolo unga 10 duo qiladi yoki mag'firat qiladi degan ma'noda. Summa sallallahu liyal vasila. Endi menga shu vasilani tilanglar. Fa innaha manzilatun fil jannah. Vasila degan nima? Asli bu vasila degan yaqinlashtiradigan narsa. Nima bu desa, fa inna manzila fil jannah. Jannatga bir martaba, manzila, daraja. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Faqat Allohning bandalariga bir bandiga ham tegishli bo'lgan, bir bandiga ham berilgan bir martaba bu dedi. Va arju an akuna ana man ash bandi bo'lib qolishimni umid qilaman.
فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. نوانكن ما شندا وسيلة تلقى بوسا مش مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى بوسا كم من عشر شفاعة قلش عشر مرتبة قلمها كأجن شغدا ما من شفاعة قل تلوه ما ده. أنا وسيلة تلقى شغدا قندا تلاقيماس اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد ديجان مش جملة شاذ رواية كيجان وعدته دبلن توختنا شو بكرك جملة عندنا كم جان وعندنا أساس يو غيظ قوام مسلم. Bu rivayet şazda dikildimde bazı ulamalar ya şaz emas deyiş mümkün. Lekin musalal hadiste rivayet şazını okuyuşlar. Bu anda acizlikni gösterdi zaten. Endi şu duada Allahümme Rabbadi da'veti tamma dedik. Ama da'veti tamma nima ibarat? Da'veti tevhid. Da'veti tevhid. Çünkü azanda eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed Resulullah diyen şehadet var. والصلاة القائمة الصلاة القائمة ديgan hozir shu o'qilmoqchi bo'lgan namoz, azini to'langan namoz degan ma'noda. Vasila degan Alloh taologa yaqinlashtirgan narsa yoki jannatga martaba dedik. Fadilatchi boshqa maxluqlar berilmagan ortiqcha bir martaba. Al-maqam al-mahmud va ba'athu Allohumma maqaman mahmuda. Maqaman mahmud qasa oyatda asa an yab'athaka robbuka maqaman mahmuda degan. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود نمشون شندا deb atalgan? Chunki shu vaqtda shu o'rinda turib islom ummatining gunohlarini tilib oldigan, yoki shafaat tilaydigan ish bo'lg'achqa, bu Alloh taolo madilaydigan, butun bandani hajab ubda ish qildi deb maqtaydigan bir ish demak. Bu qaysi maqam? Maqam-ı şefa'a. Aşamma payg'ambarlar oldiga borib, voy bir tilog'an bo'lsalar, men qo'limni kelmaydi. Muhammadning qashqirog'i. Yana bizdan qashqirasimi? Chari yo'q. deb Rasulullohga aytib qo'ydi-ku. Endi yana bir hadisda Mazahunning ashhadu an la ilaha illalloh ashhadu anna Muhammad Rasululloh degan shahadat ikki jumla bor-ku, 4 qatim takrorlaydi. Shuni anglagan chaqda mundaq deyish kelgan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضينا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا. وإن دسا غفر له ذنبه. Günah mağfiret kılınıp gidiyor. Sayın Müslim. Biz acizler ise ekemeyiz. Hatice bağlı. Ha? Fakat seyhinlama kılınız. Kitapta aciz çıkıp kalsa, kitabı hiç taşlar kılınmaydı. Lakin onun acizine, seyhine yani bayan kılıp koymaz. Biz özümüz ekip kalsak, seyh ekilimiz. Eğer aciz olup kalsa, ama o aciz dep koyup, ama da bir amda havada bulaş için ekip koymaz. Subhanakallahumma bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfirüke ve etûbü ileyk. 15 minut vaqt bor ekan, sizlar iboralarni o'qib tamomladim.